Mana shoptolida boy o'sha savolni oxirigacha olib bora olmadik. Eng sifatli meva minimum qanaqa shoxda bo'ladi kaltalikdagi yoki uzunligi qanaqa chegara bor? Bu tushuncha bormi sizlarda? 30 dan ag'dadi biz qaysi Minimum 30 bo'lgani yaxshi, qona shoxga yaqinroq. maksimum 60-70. Undan uzuni ham bo'lmaydi. Undan uzun bo'lganda anaqa ish bo'ladi. Shoxlab ketadi. Tushunasizmi? Mana muammo shu. Aylanib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Mana bu usulda minusi, men oldin shuni urg'u berib aytmaganman, hozir aytaman. Kallaylab kesganingizdan keyin qalin shoxdan kuchli novda chiqadi. Tez o'sib ketadi-da. Bu 1 yoshli novda-ku, to'g'rimi? Lekin bu 1 yoshli novdangiz 1 yil ichida 1,5-2 metr o'sgandan keyin mavsumni oxiriga borib turib, mana bunaqa mayda shoxchalar bilan tugab qoladi. Sizni mana bu sifatli meva bermaydi bu shoxingiz, chunki o'sib ketdi, tanasida kurta yo'q. Meva уже mana bo'ladi, lekin bular ingichka mayda shox bo'lib qoladi. Sizda sifatli shox novda yo'q. Minusi shu. Biz aytayotgan usulda mana bundan yotib chiqqandan keyin idealniy 60-70 bo'lib to'xtaydi. Eng zo'ri shu 50-60 atrofidagi novdalar. Siz keyin nima qilasiz? Kelasizda shu novdalarni qoldirib, qolganini ikkita kurtaga urib tashlaysiz, maydalarni. Eng zo'ridan olasiz. Tashqariga chiqqanini.